Davom ettiramiz 21-savolimizda. Xo'p, ushbu to'g'ri chiziqning koordinata o'qlari bilan kesishish nuqtalaridan o'tuvchi va koordinata boshidan chiquvchi mediana tenglamasi tuzilgan. Xo'p, bu yerda boshdan o'tuvchi uchburchakning mediana tenglamasini tuzilgan. Xo'p, nima ish qilamiz? Xo'p, koordinata o'qlarini kesishishlik uchun, misol uchun A, Y o'q bilan kesishlik uchun x ga 0 berilishi kerak. X ga 0 bersak, -2y + 4 barobar 0 ga, bundan y ning qiymati 2 ekali kelib chiqadi. Va AX o'qini kesishlik uchun esa y ga 0 beramiz. Y ga 0 bersak, x + 4 barobar 0, bundan x ning qiymati -4 ekali kelib chiqyapti. Joylashtiramiz. 0,2 degan koordinata tepada, 0,2 va -4 0 esa chap tomonda. Xo'p, mana shu nuqtadan biz ikkita chiziqli funksiya o'tkazamiz, to'g'ri chiziq o'tkazamiz. Xo'p, endi mana shu uchburchakda koordinata boshidan chiquvchi mediana tenglamasi tuzilsin deyapti. Xo'p, koordinata boshidan o'tuvchi mediana tenglamasi. Xo'p, medianamiz bilamizki, ana shu 3 dan, ya'ni uchburchakni qarama-qarshi tomon bir burchakdan chiqib, qarama-qarshi tomonni teng 2 ga bo'luvchi to'g'ri chiziq bo'ladi. Xo'p, biz nima ish qilamiz endi? Xo'p, bu misol ishlashlik uchun bizga mana shu to'g'ri chiziqda mana -4, to'g'rimi? Demak, -4 0 hamda bu nuqtasi koordinatasi esa 0,2. Endi mana bu mediana kesishgan, masni to'g'ri chiziqda kesgandagi hosil bo'lgan koordinatani topib olamiz, ya'ni x va y degan koordinatani topib olamiz. Mediana koordinatalarning o'rtasi bo'lganligi uchun mediananing koordinatasini topishlik uchun ikkala koordinatani qo'shib 2 ga bo'lish kerak. Ya'ni x medianaki m deb oladigan bo'lsa, x y bo'ladigan bo'lsa, bunda x ning qiymati x1 + x2 taqsim 2 ga, y ning qiymati esa y1 + y2 taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Va bundan x ning qiymati birinchisida -4 + 0 taqsim 2 bo'lib -2 ekanligi va y ning qiymati esa xo'p, birinchisi 0 + 2 taqsim 2 bo'lib 1 ekanligi kelib chiqyapti. Demak, mediananing koordinatasi xo'p -2 yu 1 degan koordinataga to'g'ri kelyapti. Endi ikkinchi nuqtamiz. Koordinata boshidan o'tayotganligiga ahamiyat berishimiz kerak. Bu 0 0 nuqtadan o'tyapti. Demak, biz misolimizda -2 yu 1 nuqtadan o'tuvchi hamda 0 0 nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzib qo'yishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni topishda bilamizki, oson usullari bor. Xo'p, shunchaki y barobar kx + b deb faraz qiladigan bo'lsak, bundan koordinata boshidan o'tganda 0 0 qo'yganimizda b ning qiymati 0 hosil bo'ladi. Demak, funksiyamiz ko'rinishi kx bo'ladi. Endi -2 yu 1 degan nuqtani qo'yamiz. 1 barobar -2x ga va bundan x ni xo'p k ga, k ning qiymati esa -1 taqsim 2 ga kelib chiqyapti. Demak, funksiyamizning ko'rinishi -1 taqsim 2x ko'rinishda bo'lar ekan. Bu javobimiz esa bizda aynan b javobga to'g'ri kelyapti. Yaxshi, ana shu boshida e'tibor beramiz. Koordinata o'qlarini kesishgan hamda koordinata boshidan o'tuvchi uchburchakning mediana tenglamasi tuzilsin degan shart bo'lishi kerak albatta. Xo'p, bunda demak javobimiz aynan b javobdagi funksiyamiz to'g'ri kelyapti, ya'ni misollar ishlaganimizda albatta. Xo'p, navbatdagi savolga o'tamiz. Ikkita funksiyaning kesishish sharti. Xo'p, bunda kesish sharti, xo'p, bunday qilamiz. A2 + b y + c barobar 0 to'g'ri chiziq bilan 1 deb qo'yamiz. A2x + b y xo'p, b2y + c2 barobar 0 bo'ladigan bo'lsa, ikkala funksiyaning kesish sharti a1 taqsim a2 teng bo'lmasligi kerak b1 taqsim b2 ga. Xo'p, teng bo'lmasin degan shart bo'ladi. Xo'p, uni qo'yadigan bo'lsak, demak a taqsim 2 teng bo'lar ekan -3 taqsim a ga. Xo'p, proporsiya qiladigan bo'lsak, a kvadrat teng bo'lmasin -6 ga. Xo'p, buni javob nima bo'ladi? Juda ko'pchilik xatosi mana shu yerda hech qanday qiymatda degan javob olib ketadi, lekin bu yerda e'tibor beramiz, a kvadrat teng bo'lmasin -6 ga deyilgan. Agar a kvadrat barobar -6 bo'lganda javob bo'shliq bilan bo'lardi. Chunki kvadratdan manfiy son chiqmaydi. Bizda aynan mana shu shart berilyapti, e'tiborli bo'lamiz. Aynan kvadratli son -songa teng emas degan shart beryapti. Demak, bunda a tegishli bo'ladi r ga, ya'ni har qanday sonni qo'ysam, u -6 ga teng emas. Javobimiz B, C variantiga to'g'ri keladi.
Yaxshi, navbatdagi savolga o'tamiz. 23-savolimizda Xo'p, y barobar modulda x minus 2 plus 1 barobar y barobar 3 chiziqlar bilan chegaralangan soha maydonini yuzasini toping degan shart beryapti. Xo'p, grafik chizamiz. Xo'p, grafik chizadigan bo'lsak, boshladik. Modulli funksiyaning grafigi quyidagi chiziladi. Ya'ni y barobar modulda x minus 2 plus 1 bo'ladigan bo'lsa, bunda sinish nuqtasi degan tushuncha bor. Ana shu yerga e'tibor berishimiz kerak. Sinish nuqtasi. Xo'p, sinish nuqtasi nima edi? Sinish nuqtasida modul ichi 0 ga tenglanardi. X barobar 2 va bundan y ning javobi 1. Demak, 2u1 degan koordinatada bu modulimiz grafigi sinadi. Demak, x dan 2 1, 2 y dan 1. Mana shu nuqtada grafikimiz sinish kerak. Demak, grafikimiz quyidagi holatda keladi. O'zi asli o'suvchi funksiya bo'ladi. Mana bu shaklda ketayotgan bo'ladi, lekin ana shu nuqtada funksiyamiz grafigi sinish kerak. Xo'p, ya'ni quyidagi grafik chiziladi. Mana shu nuqtada funksiyamiz grafigi bu yoqqa qarab sinib ketadi. Mana shu modulli funksiyamiz grafigi bo'ladi. Endi y barobar 3 ta grafigi qanday? Y barobar 3 ta grafigi. Xo'p, x ni 3 degan y ni 3 degan qiymatni olamiz. Xo'p. Mana bu nuqtaga to'g'ri kelar ekan. Bu nuqtadan demak o'tkazib qo'yamiz mana. Xo'p, ana endi mana shu hosil bo'lgan uchburchakni yuzasini topishligimiz kerak. Xo'p, bizga mana bu koordinata kerak bo'ladi. Bu koordinatamiz 1, mana bu koordinata esa 3. Ya'ni x ga 0 berganimizda -2 dan 2 chiqib 1 qo'shganimiz 3. Demak, ikkalasi aynan mana shu nuqtada grafiklari kesishar ekan. Xo'p, endi ikkinchi nuqtamizni topib olishimiz kerak bo'ladi. Mana bu nuqtamizda. Xo'p, buning uchun modulli funksiyamiz tenglaymiz. Ya'ni modulda x minus 2 plus 1 barobar 3 ga, modulda x minus 2 barobar 2 ga va bundan x minus 2 barobar 2, x minus 2 barobar minus 2 bo'ladigan bo'lsa, javoblarimiz 4 hamda 0 ekanligi kelib chiqyapti. Birinchi qiymati 0, mana bu nuqta bo'lyapti. Ikkinchi qiymati esa 4 bo'lyapti. Demak, bu 4 bo'ladigan bo'lsa, mana bu masofamiz ham aynan 4 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi uning balandligi nimaga teng bo'ladi? Balandligi 1 dan 3 gacha bo'lgan masofa, ya'ni 2 ga teng bo'lib qolyapti. Demak, bizda funksiyamizda xo'p, buni o'chirib turamiz endi. Buni o'chirib turamiz. Xo'p, uchburchak hosil bo'lyapti. Uchburchagimizda asosi 4 ga va unga tushirilgan balandligi esa 2 ga teng ekanligi ma'lum bo'lyapti va s barobar ah taqsim 2 formulasidan foydalansak, 2 ko'paytirilgan 4 taqsim 2 va bundan javobi 4 degan masofa kelib chiqadi. Demak, javobimiz A javobga to'g'ri kelar ekan. Uzr, 4 degan masofa emas, 4 degan yuzaga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi savolga o'tamiz. Xo'p, bu misolimizda ya'ni A nuqta 2 minus 2 4 hamda B nuqta berilyapti bizga. Xo'p, ushbu nuqtamizga nuqtalar berilgan. Ushbu to'g'ri chiziq hamda xo'p, AB kesmani kesib o'tish uchun S parametr qanday oraliqda bo'lishi kerak degan shart beryapti. Xo'p, biz birinchi o'rinda koordinata chizib olaylik. Koordinata. Xo'p, nuqtalarni belgilaymiz. Bunda A -2 4, -2 4, -1 -2 4 esa tepada bo'ladi. Mana bu nuqta bo'lar ekan A nuqtamiz. B nuqtamiz to'g'ri 1. 1 2 3 4 bo'lyapti. 4 to 1. 4 to 1. Mana bu nuqtaga to'g'ri kelyapti. Xo'p, demak, AB kesma. E'tibor beramiz. Bu AB kesmada x emas, bir marta plyuslik, bir marta minuslik javob chiqaryapti. Shunga ham ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Xo'p, demak A bilan B to'g'risi berilgan. Xo'p, funksiyamizning ko'rinishi esa quyidagi holatda keladi. Ya'ni 2y barobar 3x plus s va bundan y ning qiymati 3 taqsim 2x plus s taqsim 2 holatda bo'lyapti. Xo'p, bunda nima ish qilamiz? Bizda xo'p, funksiyamizning grafigi aynan o'suvchi funksiya bo'ladi, ya'ni o'suvchi holatda bo'ladi grafikimiz. Xo'p, bizda kesib o'tish kerak. Kesib o'tishlik uchun demak mana bu holatlarda grafiklarimiz ketish kerak bo'ladi. Mana bu holatlarda grafiklarimiz ketish kerak bo'ladi. Shunga ahamiyatli bo'lamiz. Bunda birinchi o'rinda fa nuqtani qo'yganimizda funksiyamizning ko'rinishi qanday holatda bo'ladi? Ya'ni chegarasi mana shu nuqtada A nuqta bilan B nuqta oralig'ida bo'lishi kerak. Demak, A nuqtani qo'yganimda funksiyamning ko'rinishi quyidagi holatda bo'ladi. Ya'ni, hop, y o'rniga -4 qo'ysam, 4 barobar hop 3 taqsim 2 ko'paytirilgan -2 plus s taqsim 2 bo'lyapti va bunda s barobar
Xo'p, -2 bilan 2 qisarga esa -dan 1, -dan 3. Chap tarafga o'tsa 7 bo'lib qoladi va bu ikkini ko'paytirsak 14 degan javob kelib chiqadi. S barobar 14 ga. Xo'p, endi keyingi holatimizda, ya'ni b nuqtani qo'yganimizda nima bo'ladi? B nuqtani qo'yganimizda 4/1. Xo'p, 4/1 1 barobar 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 4 plyusdan s taqsim 2. Bundan 4 bilan 2 qisarga esa 2, 3 kira 2 6. Chap tarafga o'tsak -dan 5 barobar s taqsim 2 va bundan s ning qiymati -dan 10 bo'lyapti. Bu esa ikkinchi nuqtaga to'g'ri kelyapti. Xo'p, ana endi nima ish qilamiz? Xo'p, buni quyidagicha yoza olamiz. S - 14 barobar 0, bunisi esa s plyusdan 10 barobar 0 bo'lyapti. Xo'p, endi shartimizga ko'ra, xo'p, shartimizga ko'ra ko'paytmasi manfiy yoki 0 bo'lishi kerak. Nimaga? Unday. Chunki bizda mana oy guruhidan bittasi chapda, bittasi o'ngda yotyapti. Bunda x larimiz ishoralari bir marta musbat, bir marta manfiy bo'ladi. Xo'p, endi ikkalasini ko'paytiramiz. Xo'p, s - 14 ko'paytirilgan s plyusdan 10 ifodasi 0 dan kichkina bo'lishi kerak. 0 dan kichikroq teng bo'lishi kerak. Shunda o'rinli bo'ladi. Va bundan qiymatlarimiz, ya'ni oraliq qo'yadigan bo'lsak, -dan 10 hamda 14 shoh plus va 0 dan kichkina variant bo'ladi. Demak, javobimiz -10 dan 14 gacha degan javob hosil bo'ladi. Bu javobimiz esa bizda aynan xo'p, B javobga to'g'ri kelar ekan. Navbatdagi savolimiz 25-savolga o'tamiz. Xo'p, 25-savolimizda demak, misol sharti quyidagicha ekan. A nuqta va B nuqta berilgan. Y barobar 2x - 2 to'g'ri chiziqda shunday m x0 y0 nuqta olinganki, am plus bn masofalar yig'indisi eng kichik, ya'ni minimal qiymatga ega. N nuqtaning absissasini toping degan savol beryapti. Xo'p, demak, avval koordinata o'qlarini doimiydek belgilab olamiz. Xo'p, demak, birinchi o'rinda nuqtalarni belgilaymiz. Xo'p, A 2 3. Demak, 1 2 1 2 3 bo'lyapti. Xo'p, shtrixlangan sohalarni o'chirib tashlay, bizga xalaqit bermasin. 2 B nuqta esa 6 11. Misol uchun 3 4 5 6 bersam 11 teparoqda bo'ladi. Misol uchun mana nuqta A B nuqta bo'lsin. A nuqta B nuqta. Endi y barobar x - 2 funksiyani grafini chizamiz. X ga 0 bersak y barobar -2 bo'lib pastda mana undan o'tadi va u o'suvchi funksiya bo'ladi, y 2 dan o'tadi. Shunga marhamat bo'lamiz. Xo'p, demak, katta. Bo'ldi. Xo'p, endi nima ish qilamiz? Endi xo'p, misolga e'tibor beramiz. Bizda mana shu funksiyamizdan qandaydir b nuqta olingan, xo'p, m nuqta olingan. Xo'p, shunda mana b ni sal cho'zaylik. B nuqta olingan. Misol uchun m nuqta oldim. M x0 y0 degan nuqta olindi. Bizda ana shu m nuqtaning koordinatasi kerak bo'ladi. Shunga ahamiyatli bo'lamiz. Xo'p, biz nima ish qilamiz? A 2 3 degan nuqta berilgan va funksiyamiz ko'rinishi esa x - 2. Xo'p, biz birinchi o'rinda akslantirib olishimiz kerak bo'ladi. Akslantirish formulasi qanday edi? Ya'ni y barobar x - k funksiya berilgan bo'lsa, ya'ni x barobar x - k funksiyasi berilsa, akslantirish formulasi xo'p, b nuqtaga nisbatan bo'ladigan bo'lsa 611. Xo'p, formulamiz y + k hamda x - k formula orqali topiladi va bunda k ning qiymati mana bu yerdagi koeffitsiyentga teng bo'lishi kerak, ya'ni ozod hadga teng bo'lishi kerak. Xo'p, buni k sifatida emas, misol uchun l yoki b sifatida olsak ham o'rinli bo'lar edi. Xo'p, y - k bizda y ning qiymati 11 bo'lganligi uchun xo'p, 11 ga 2 ni qo'shamiz, 13. X ning qiymati 6 bo'lsa, 6 dan 2 ni ayiramiz, 4 kelib chiqadi. Demak, akslantirganimizdagi nuqta bizda qaysi nuqta hosil bo'lyapti? Aynan xo'p, yo'q, uzr, A nuqtaga nisbatan akslantirishimiz kerak edi. Hozir B nuqta deb Xo'p, formulani o'chirib turamiz. Mana B nuqtani o'chiraman. Xo'p, mana shu formulamizda sal boshqacha yozamiz. Xo'p, k deganda x oldida koeffitsiyent tushunmaylik. X - b deb faraz qiladigan bo'lsak, aytayapmanki, akslantirish formulasi quyidagicha yoziladi. Xo'p, x - b
hamda y plyusdan b holatda aksantrish nuqtasi hosil bo'ladi. Hop, bundan x ning qiymati bizda 2, b ning qiymati ham aynan 2 bo'lganligi uchun demak 2 minus 2 bo'lib 0 bo'ladi va keyingisida 3 plus 2 bo'lib 5 bo'ladi. Hop, bunda aksantrish hop formulasida 5 0 degan koordinata bo'ladi. Hop, mana undagi x bilan y ni almashtirib qo'yishimiz kerak edi. E'tiborli bo'lamiz shu yerda. Demak, aksantirganimizda 5 0 degan koordinata hosil bo'ldi. 5 0 degan koordinatamiz hop 2, 3, 4, 5 nuqtaga hosil bo'lyapti. Mana 5 nuqta. Hop, endi biz nima qilamiz? Mana shu 5 nuqtadan o'tuvchi, ya'ni A nuqtamiz 5 nuqtadan o'tuvchi hamda B nuqtamiz, ya'ni 6 yu 11 nuqtasidan o'tuvchi to'g'ri chiziq tuzib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana unday ketadi. Hop. 5 ni sal bu yoqqa chizar ekanman. Hop, mana M nuqtamizni hop pastroqdan olamiz. Mana to'g'ridan olar ekanmiz. Demak, mana shu A nuqtani aksantirganimizdagi nuqtadan va B nuqtadan o'tuvchi to'g'ri chiziq tenglamasini tuzib olamiz. Demak, funksiyamiz ko'rinishi y barobar kx plyusdan b bo'ladigan bo'lsa, 5 0 hamda 6 yu 11 nuqtadan o'tuvchi nuqtalarni qo'yamiz. Xo'p, 5 0 qo'yganimda 0 barobar k ko'paytirilgan 5 plyusdan b, 6 yu 11 ni qo'yganimizda 11 barobar k ko'paytirilgan 6 plyusdan b bo'lyapti. Mana shu sistema aytamiz va bularni ayiradigan bo'lsak, k ning qiymati 11 ekanligi va bundan b ning qiymati esa hop, k niga 11 qo'ysak 55, chap tomonga bo'lsa minus 55, demak b ning qiymati minus 55 ekanligi kelib chiqyapti. Hop, demak funksiyamizning ko'rinishi y barobar 11x plus minusdan 55 degan nuqta hosil bo'lyapti. Endi n nuqtani hop, n nuqtani qanday topamiz? N nuqta bizda mana shu ikkala funksiyamizning kesishish nuqtasi bo'lyapti, e'tiborli bo'lamiz. Ikkala funksiyani kesishlik sharti ikkala funksiyani bir-biriga tenglab qo'ysak bo'laveradi. Demak, birinchi funksiyamiz x minus 2 edi, ya'ni mana bu funksiyamiz bo'lyapti. X minus 2 bilan 11x minus 55 ni tenglab qo'yamiz. Va bundan minus 11x barobar minus 53 ga, hop, minus 10x barobar minus 53 ga va bundan x ning qiymati 5,3 degan qiymatga ega bo'lar ekanmiz. Bu javobimiz esa C javobga to'g'ri kelyapti. Hop, aksantrish ko'pchilik yangilik bo'lishi mumkin. Ana shuning uchun mana shu formulani yodlab olamiz. Keling, mana shu formulani birato'la to'g'ri yozib qo'yib ketaylik. Shuni o'rnan almashtirilgan variantda, ya'ni y bilan x o'rnan almashtirilishi kerak. Hop, y plyusdan b hamda x minusdan b. Ana endi formulamiz to'g'ri bo'ldi. Bu aksantrish formulasi. Navbatdagi savolimiz 26-savolimizda A 4 minusdan 1 va mana shu to'g'ri chiziqgacha bo'lgan masofani toping. Hop, yuqorida u formulani yozdik. D barobar ax 0 plyusdan b y 0 plyusdan c taqsim ilzosida a kvadrat plyusdan b kvadrat bo'ldi. Va bundan o'rniga qo'yadigan bo'lsak, hop, a nuqtamiz 3, x nolimiz esa 4. Hop, b nuqtamiz, ya'ni b koeffitsiyentimiz minus 4 ga, y nolimiz esa minus 1 ga ko'paytmasi, u ham plyusdan 4 ga baravar bo'lib qoladi. Plyusdan 4 taqsim ilzosida 3 kvadrati plyus 4 ning kvadrati. Hisoblaymiz. Tepada 3 kare 4 12, 12 ga 8 ni qo'shsak 20 bo'ladi. Pastda esa 25 bo'lib, ilzam 5 chiqadi va javobimiz 4 ekanligi kelib chiqyapti. Javobimiz esa C varianti. Navbatdagi misolga o'tamiz. 27-savolimizda fx barobar ax plyusdan b funksiya uchun hop, ushbu shart berilgan bo'lsa, a plus b ning qiymatini toping deyapti. Hop, biz mana ifodani qo'yamiz. Uning uchun fx da x o'rniga yana mana shu nuqtani qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Hop, demak f x funksiyamiz ax plyusdan b bo'ladigan bo'lsa, f ichiga yana fx funksiyani qo'yamiz. Bu degani a ko'paytirilgan ax plyusdan b qo'shilgan b degani. Ya'ni mana x o'rniga biz mana bu ax plyusdan b funksiyani qo'yib yubordik. Va ko'rinishi esa a kvadrat x plyusdan ab plyusdan b bo'lyapti. Va bu nuqtamiz esa bizda 9x minusdan 8 ekan. 9x minusdan 8. Aynit qilib oladigan bo'lsak, a kvadratimiz 9 ga, mana bu koeffitsiyentimiz esa minus 8 ga teng bo'ladi. Xo'p, bundan a kvadrat barobar 9, ab plyusdan b barobar esa minus 8. A ning qiymati bundan 3 kelib chiqadi, chunki a ning ishorasi musbat deyilgan.
a'ni qiymatini o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, 3 ta b plyusdan b barobar -8, 4 ta b barobar -8 va bni qiymati -2 ekanligi kelib chiqyapti. Va bizda bunda a ga b ni qo'shib ber deyapti. Demak, a ni qiymati 3, b ni qiymati esa -2, 3 -2 degan javobimiz 1 degan javobga to'g'ri keladi. Bu javobimiz A varianti. Xo'p, navbatdagi misolga o'tamiz. 28-savolimizda. Xo'p, 28-savolimiz. M tegishli yer parametrning barcha qiymatlarida ushbu to'g'ri chiziqlar bitta turg'un p x0 y0 nuqtadan o'tishligi uchun x0 plus y0 ning yig'indisini toping. O'tishi ma'lum bo'lsa, x0 plus y0 ning yig'indisini toping deyilyapti. Xo'p, demak, x0 y0 funksiyaga tegishli o'rniga qo'yib yuborsak bo'laveradi. Bundan m kvadrat plyusdan 1 x0 minus m y0 barobar 2 ta m kvadrat barobar emas, plyusdan 2m kvadrat minusdan m plyusdan 2 barobar 0 bo'lyapti. Bizda endi m noma'lum bo'lganligi uchun m ga bog'liq tenglama tuzib olishimiz kerak. Bundan qavs ochib oladigan bo'lsak, m kvadrat x0 plyusdan x0 minus m y0 plyusdan 2m kvadrat minusdan m plyusdan 2 barobar 0 bo'ladi. Va bu yerdan tashqariga m kvadratni chiqarib yuboradigan bo'lsak, x0 plyusdan 2 bo'lyapti, m kvadrat. Endi m ni chiqarib oladigan bo'lsak, ya'ni mana bu yerda minus m, bu yerda minus m bor. Tashqariga minus m chiqarib olganimizda, hop, minusdan m chiqib ketsa, y0 plyusdan 1 koeffitsient hosil bo'lyapti va qolgan narsalarimiz esa hop, quyidagicha x0 plyusdan 2 barobar 0 degan ifoda qolyapti. Endi bizda har doim o'rinli bo'lishligi uchun barcha koeffitsiyentlarimiz 0 ga teng bo'lishligi kerak. Shunda 0 barobar 0 bo'lib, har qanday javob o'rinli bo'ladi. Bundan x0 plus 2 barobar 0. Xo'p, bunda y0 plyusdan 1 barobar 0 hamda x0 plyusdan 2 barobar 0. E'tibor bergan bo'lsak, mana ikkalasi bir xil o'qiganligi uchun x0 barobar -2 degan javobni qabul qilaveramiz va y0 ni ham minusdan 1 degan javobni qabul qilamiz. Shunda x0 bilan y0 ni o'rniga qo'yganimizda shunchaki 0 teng 0 degan aynan bajariladi. Bu degani barcha qiymatlarda o'rinli bo'ladi degani. Demak, x0 -2 ga y0 -1 degan javob qabul qilinadi va ikkalasini qo'shib ber deyapti. Demak, -2 minusdan 1 javobimiz minusdan 3 degan javob kelib chiqar ekan. Bu javobimiz esa A javobga to'g'ri keladi. Xo'p, yaxshi, navbatdagi savollarga o'tamiz. 29-savol. Y barobar 3x hamda y barobar 1 taqsim 3x to'g'ri chiziqlar hosil qilgan o'tkir burchak bisektrissasi tenglamasi y barobar kx bo'lsa, k ni musbat qiymatini toping deyapti. Xo'p, e'tiborli bo'lamiz. Demak, koordinat o'qini chizamiz. Yana Xo'p, y barobar 3x funksiyamizning grafigi sal tikkaroq holatda o'tadi, chunki tezroq o'sadi. Xo'p, y barobar 1 taqsim 3 funksiyamizning grafigi esa sal qiyoqroq holatda o'tadi. Endi y barobar kx funksiyamiz esa shu funksiyalarimizni bisektrissasilardan hosil bo'lgan burchak ekan. Xo'p, birinchi o'rinda nima ish qilamiz? Birinchi o'rinda k tangenslar topib olamiz. Bundan tangens alfa 1 emas. Xo'p, tangens alfamiz 3 ga, bundan alfani qiymati arc tangens hop 3 bo'lyapti. Keyingisi tangens betani qiymati 1 taqsim 3 ga va bundan betani qiymati esa arc tangens 1 taqsim 3 degan ifoda bo'lyapti. Hop, juda ko'pchiligimiz bunga e'tibor bermaydi. Hop. Misoli sharti quyidagicha. Hop, bizda e'tibor beramiz. Birinchi funksiyamizda alfasi mana bu yer to'liq bo'lyapti, ikkinchi funksiyamizda betasi mana bu yer bo'lyapti. Hop, endi orasidagi burchak bisektrissasiga ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Biz nima ish qilamiz? Avval mana shu alfa plus beta uchun quyidagi munosabat o'rinli bo'ladi. Ya'ni alfa plus betamizning qiymati o'quvchilar 90 gradusga teng bo'lib qoladi. Xo'p, nima uchun? Nega tushuntiraman? E'tibor beringlar. Tangens alfa plus betaning yoyilmasi quyidagicha bo'ladi. Tangens alfa plus betaning yoyilmasi xo'p tangens alfa plusdan tangens beta taqsim 1 minusdan tangens alfa ko'paytirilgan tangens betaga to'g'ri keladi va bundan 3 plusdan 1 taqsim 3 taqsim 1 minusdan 3 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 bo'lyapti. Va tepada 10 taqsim 3 taqsim 0 bo'lyapti. Bizda bu mumkin emas, ya'ni 0 bo'lishi mumkin emas. Mahraj 0 emas degani bundan alfa plus betaning qiymati aynan 0 ga teng degan ifoda hosil bo'lyapti. Alfa plus betamiz 0 ga teng emas, 90 gradus ekanligi kelib chiqadi. Chunki 90 gradusda tangenasimiz umuman qiymat nima qilmaydi, chiqarmaydi.
Xo'p, bundan nima xulosaga kelishimiz mumkin? Xo'p, xo'p, bundan xo'sh, k ning musbat qiymatini toping. Xo'sh, bunda. Alfa plus beta. Bo'ldi, uzr. Hop, bizda hozir ikkita funksiyamiz orasiga burchak necha gradus hosil bo'lyapti? Aynan 90 gradus hosil bo'lyapti. Shu yerga ahamiyat bermoqmiz biz. Ikkala funksiyamizda orasidagi burchagimiz 90 gradusga teng. Bundan mana bu burchagimizning qiymati esa hop alfa plusdan beta. Hop, alfa plus beta. 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, hop, ikkalasining qiymati. Hozir bir daqiqa. Demak, o'rnimizda hop.
Bunda alfa plus betamiz qiymati hop 90 gradus ekanligi kelib chiqyapti, to'g'rimi? Hop, bisikli desamiz, mana shu burchak tengga nima qilish kerak? Bo'lib berish kerak bo'ladi. Ya'ni tengga bo'ladigan bo'lsa 45 gradus u 45 gradus ekanligi kelib chiqadi. Shunga ahamiyat bermayapmiz. Hop, misol o'zi javob chiqib bo'lgan ekan. Hop, alfa plus betaning qiymati 90 gradus bo'ladigan bo'lsa, uni yarmi 45 gradus bo'lsa, aytib beramiz. Burchak koeffitsiyentimiz, ya'ni y barobar kximiz tangens alfaga teng bo'ladi. Ya'ni tangens alfamiz 45 gradus bo'ladigan bo'lsa, bundan tangens 45 gradusimiz k ga teng bo'lar edi va bundan k ning qiymati 1 ekanligi kelib chiqadi. Javobimiz B varianti. Shu yerga ahamiyat bermayapmiz. Hop, navbatdagi savolga o'tamiz. 30-savolimizda y barobar kx plus b to'g'ri chiziqli funksiya uchun ushbu munosabat o'rinli bo'ladigan bo'lsa, f10 ning qiymatini toping degan shart beryapti. Birinchi o'rinda mana shu ifodadan foydalanib, bizda k bilan b nimaga bog'liq ekanligini topib olamiz. f10 ga 1 qo'yganimizda k ko'paytirilgan 1 plyusdan b bo'ladi. 2 qo'yganimizda esa xo'sh, k ko'paytirilgan 2 plyusdan b bo'ladi. 3 qo'yganimizda va hokazo n qo'yganimizda k ko'paytirilgan n plyusdan b bo'ladi va hammasini qo'shib boramiz. Hammasini qo'shib o'rganimizda k ni tashqari chiqarib borsam 1 plyus 2 plyus 3 plyus va hokazo n plyusdan n ta b bo'ladi barobar 3n kvadrat plyusdan 5n va k ko'paytirilgan hisob-kitob qilamiz, soddalashtiramiz. 1 plyusdan n taqsim 2 ko'paytirilgan n kvadrat plyusdan n ta b barobar 3n kvadrat plyusdan 5n bo'lyapti. Va 2 ko'paytirib qavs ochamiz. 2 ko'paytirib qavs ochganimizda kn kvadrat. Xo'p, mana yerda n kvadrat bo'lmaydi. Ochganimizda n kvadrat bo'lardi. Xo'p. kn kvadrat plyusdan 2n ta b barobar 6n kvadrat plyusdan 10 ta n bo'lyapti. Va bundan yana aynit qiladigan bo'lsak, n kvadrat oldidagi koeffitsient k, n kvadrat oldidagi koeffitsient 6 ga teng bo'ladi, ya'ni k teng 6 ga. Hop, k 6 ga teng bo'ladigan bo'lsa, bu nlar oldidagi koeffitsiyentlar k bilan aytaveramiz 2b, ya'ni k plyusdan 2 ta b ning qiymati esa 10 ga teng bo'lishi kerak. K ning qiymatiga 6 ni qo'ysak, 6 plus 2b barobar 10 ekanligi va b ning qiymati 2 ekanligi kelib chiqadi. Demak, funksiyamiz, ya'ni fx funksiyamiz ko'rinishi 6x plyusdan 2 ko'rinishda ekan. Bizdan f10 so'rayapti. Demak, f10 barobar 6 ko'paytirilgan 10 plus 2 bo'lib 62 degan javob hosil bo'ladi. Bu javobimiz esa bizda D javobga to'g'ri keladi. Navbatdagi misolimizda 31-savol. fx funksiya ax plus b to'g'ri chiziq funksiya uchun ushbu munosabat o'rinli bo'ladigan bo'lsa, a plus b ni toping deyapti. Hop, birin-ketin topamiz. Birinchi o'rinda f ichida fx ni topib olamiz. Hop, bunda a ko'paytirilgan ax plyusdan b plyusdan b bo'ladi va soddalashtiradigan bo'lsak a kvadrat x plyusdan ab plyusdan b ekan. Endi f ichida mana shu ifodani qo'yadigan bo'lsak, nima bo'ladi? A ko'paytirilgan a kvadrat x plyusdan ab plyusdan b barobar plyusdan b barobar nimaga teng ekan? 8x plus 21 ga. Qavs ocha oladigan bo'lsak, a ni kubi x plyusdan a kvadrat b plyusdan ab hop plyusdan b barobar 8x plus 21 ga. Yana aynit qilib yuboradigan bo'lsak, x oldidagi koeffitsient a kub teng bo'lishi kerak 8 ga. Bundan a ning qiymati 2 ekanligi chiqadi va a nollarni o'rniga 2 qo'yib yozaman. Hop, 2 kvadrat 4 ta b plyusdan 2 ta b plyusdan b esa 21 ga teng bo'lishi kerak. Bundan 7 ta b barobar 21 ga, b ning qiymati esa 3 ekanligi kelib chiqadi. Bizda a bilan b ning javoblari hosil bo'ldi. Ikkalasining yig'inisini so'rayapti. Demak, 2 plyusdan 3 javobimiz 5 ga teng. Bu javob esa bizda a javobga to'g'ri kelyapti. Navbatdagi savolimizga o'tamiz. 32-savolda hop, y barobar mx va y barobar minus mx funksiya va y barobar 6 to'g'ri chiziqlar bilan chegaralangan uchburchak yuzasi 12 teng bo'lsa, m ning koeffitsiyentini toping deyapti. Hop, demak, quyidagicha graf chizib olamiz. Hop, y barobar mx grafigi mana shu shaklda ketadi. Y barobar minus mx kamaychi funksiya bo'lib, mana shu shaklda ketadi grafik. Hamda y barobar 6 funksiyamiz esa mana shu shaklda o'tadi. Hop, bu 6 ga teng. Mana shu sohaning yuzasi 12 ga teng bo'ladigan bo'lsa, m koeffitsiyentini toping deyapti. Hop, y barobar mx. Hop, nima ish qilamiz? Hop, bizda mana bu 0 0 va y barobar 6. Hop, y barobar 6 deganda mana bu balandligimiz 6 ga teng. Tepadagi mana bu uchburchagimizda qiymati esa, ya'ni asosiy qiymatini qanaqadir a deb belgilashga kirishsam, uchburchak yuzasi a ko'paytirilgan 6 taqsim 2 bo'lib 12 ga teng bo'ladi va bundan a ning qiymati
Xo'p, 3 o'ng tarafga bo'lsa 4 bo'ladi. Aniq qiymat 4, ya'ni masofamiz 4 bo'lsa, bu tomonning qiymati, ya'ni bu masofamiz 2 ga, bu masofamiz ham 2 ga teng bo'ladi. Bu masofa 2 ga teng bo'lsa, demak bu yerdagi mana bu nuqtamizning koordinatasi 2 bo'lishi kerak. Ya'ni funksiyamizga 2 degan qiymatni qo'yganimizda 6 degan qiymat chiqaradi. Demak, bu nuqtamizning koordinatasi 2, 6 nuqta ekan. Bizda funksiyamiz ko'rinishi mx bo'ladigan bo'lsa, 2, 6 degan koordinata bo'lishligi uchun hop x bilan y ni qo'yamiz. 6 barobar m ko'paytirilgan 2, bundan m ning qiymati 3 degan koeffitsient kelib chiqadi. M ning qiymati 3 ga teng ekan. Hop, navbatdagi misolimizga o'tamiz. Xo'sh. Quyidagi koordinatalar sistemasida fx funksiya va gx funksiyalar orasidagi burchak bisektrisiyasi hx bo'lsin. Hx kx plus b ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, k kvadrat plus b ning qiymatini toping deyapti. Xo'p, bizga avvalo burchaklarimiz kerak bo'ladi. Birinchisi k birimiz ilzosi 3 ga, bundan tangenasi alfa ilzosi 3 bo'ladigan bo'lsa, alfa ning qiymati 60 gradus ekanligi chiqadi. K2 ning qiymati 1 taqsim ilzosida 3 bo'ladigan bo'lsa, tangens beta barobar 1 taqsim 3 ga va bundan betaning qiymati 30 gradus ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, mana bu gradusimiz 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, to'liq gradusimiz esa bizda nimaga teng bo'lyapti? 60 gradus, to'liq 60 bo'lsa, tepasi 30 gradus bo'lib qoladi. Mana bu gradusimiz 30 gradusga teng ekanligi kelib chiqib qoladi. Xo'p, bu 30 bo'lsa, mana bu burchagimizning qiymati bisektrisaga bo'lganligi uchun 15 gradus bo'ladi. Demak, bisektrisamizning umumiy burchagi, ya'ni bisektrisaning umumiy fi burchagimiz 45 gradus ekanligi kelib chiqadi. Xo'p, fi burchagimiz 45 gradus ekanligidan foydalansak, burchak koeffitsiyentimiz k miz tangens 45 gradusga teng bo'ladi va bundan 1 ekanligi kelib chiqadi. Qaytaraman. Bu yerda 30 gradusimiz umumiy mana bu ikkala burchak orasidagi burchak bo'lyapti. E'tiborli bo'lamiz shu yerga. Yarimi 15 chunki bisektrisa bo'lyapti. Endi mana bu hx plus b ning ox o'qimini tashkil etgan burchagi 15 plus 30 bo'lib 45 gradusga teng bo'lyapti. Xo'p, bu burchagimiz 45 gradus bo'lsa, demak k ning qiymati, ya'ni mana shu hx imizning k ning qiymati 1 ekanligi kelib chiqyapti. Xo'p, endi biz nima qilamiz? Mana shu -1 0 degan koordinata bizda burchak mana shu bisektrisa funksiyamizga tegishli bo'ladi. Demak, bisektrisa funksiyamiz, ya'ni hx imizning ko'rinishi 1x plusdan b ko'rinishda. Bunga -1 0 degan koordinatani qo'yib yuboramiz. Demak, minusdan 1 plusdan b barobar 0 va bundan b ning qiymati 1 ekanligi kelib chiqyapti. Demak, hx funksiyamizning ko'rinishi -x. Xo'p, mana shu yerda -x emas, plus x bo'ladi. Plus x plusdan 1 ko'rinishda bo'lar ekan. Xo'p, k kvadrat plus b ning qiymatini so'rayapti ekanmizda. K ning kvadrati, xo'p, k 1 ga teng, 1 ning kvadratiga b ni qo'shamiz, b 1 ga teng. Bunda javobimiz 2 degan javob kelib chiqyapti. Xo'p, bu javob esa bizda b javobga to'g'ri kelar ekan. Xo'p, navbatdagi funksiyaga o'tamiz. 34-savolda. Xo'p, demak, o'suvchi deyapti. O'suvchi degan joyga yetaveramiz. O'suvchi bo'lishligi uchun k 0 dan katta bo'lishi kerak. Ya'ni k nima edi? X oldagi koeffitsiyentimiz. Bunda k - 2 0 dan katta va k ning qiymati 2 dan katta degan javob hosil bo'lyapti. Javobimiz 2 dan cheksizlikgacha. Bu javobimiz ham b javobga to'g'ri kelar ekan, ya'ni mos kelar ekan. Xo'p, so'nggi savolimiz 35-savolimizda. Xo'p, nuqtalar berilgan. Aniq qiymatlarda xo'p, ushbu to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi m va n kesmaga tegishli bo'ladi. Xo'p, 3x minusdan y minusdan 4 barobar 0 va xo'p, navbatdagisi xo'sh, ax plusdan y minusdan 6 y minusdan 6 barobar 0. Xo'p, barobar 0 qolib ketib qolibdi shu yerda. Barobar ko'rib oldim har tomonga qarshi. Xo'p, to'g'ri chiziqlarning kesishish nuqtasi mn kesmaga tegishli. Xo'p, mn kesmamiz. Xo'p, tegishli bo'ladigan bo'lsa, aniq qiymat topilyapti. Xo'p, avvalo nima ish qilamiz? Bizda bu funksiyamizning ko'rinishi 3x
minusdan 4 ko'rinishda keladi. Xo'p, bu funksiyamizning ko'rinishi esa 6 minusdan ax nuqta ko'rinishda keladi. Va ikkalasini kesishtiramiz. Ikkalasi kesishishligi uchun ikkalasi bir-biriga teng bo'lishi kerak. Bundan 3x minus 4 barobar 6 minus ax ekanligi. Xo'p, bir tomonga o'tamiz. Demak, 3x plyusdan ax barobar 10 va bundan x ni chiqarib olsak 3 plyusdan a barobar 10 ekanligi. X ni qiymati esa 10 taqsim 3 plyusdan a ekanligi kelib chiqyapti. Endi n kesmani hop tenglamasini tuzib olamiz. Ya'ni mana bu m bilan n dan o'tuvchi to'g'ri tenglamasini tuzib olamiz. Bunda ya'ni funksiyamiz hosil bo'ladi. Ana shu funksiyamizga mana shu nuqtamiz tegishli bo'lishi kerak. Hop, demak bundan kelib chiqadiki, hop, demak y barobar qanaqadir kx plyusdan b bo'ladigan bo'lsa, hop, 10 ni qo'yamiz. Bundan minus 1 5 degan nuqtani qo'yganimizda 5 barobar minusdan k plyusdan b, 3 1 degan nuqtani qo'yganimizda 1 barobar 3k plyusdan hop b bo'lyapti. Va ikkalasini hop ayirib yuboradigan bo'lsak 4 barobar minus 4k bo'lyapti va bundan k ni qiymati minus 1. K ni qiymati minus 1 ekanligidan foydalansak, b ni qiymati 4 ekanligi kelib chiqadi. Demak, funksiyamizning ko'rinishi, ya'ni y barobar minusdan x plyusdan 4 ko'rinishida yotar ekan. Hop, endi minus x u minus 4 bo'ladigan bo'lsa, hop, endi nima ish qilamiz? Endi kesish nuqtasi birinchi chiziq, ya'ni birinchi mana to'g'ri chizig'imizga ham to'g'ri kelaveradi. Ya'ni mana to'g'ri chizig'imizga ham to'g'ri kelaveradi. Ikkalasini nima qilamiz? Kesishtirib olamiz. Kesishtirib oladigan bo'lsak, ya'ni mana shu birinchi funksiyamiz bilan mana shu mn kesmamiz albatta kesishadi. Chunki bizda mana bunaqa funksiya berilgan. Hop. Hozir koordinata o'qib oladigan bo'lsa, hop, mn kesmamiz joylashtiradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? Mn kesmamiz minus 1 5. Minus 1 5 mana nuqtada m nuqtamiz. N 3 1 mana nuqtada. Hop, mana shu nuqtadan o'tuvchi biz to'g'risiz tenglamasini tuzib oldik hozir. Endi bizda mana bu pastdagi berilgan ikkala funksiyaning grafiklari qayerdagi kesishadi? Mana shu mn kesmada kesishadi. Misol uchun deylik. Misol uchun deyapman, ustozlar. Hop, grafikimiz mana bu shaklda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kesishish nuqtasi bo'ladigan bo'lsa, mana shu kesishish nuqtasi uchala funksiyaga tegishli. U degani biz mana shu mn kesmadan o'tuvchi to'g'ri chizig'imiz bilan birinchi to'g'ri chizig'imizni ham kesishadi deb olsak bo'laveradi. Birinchi funksiyamiz ko'rinishi qanaqa edi? 3x minusdan 4 edi. Demak, ikkalasini kesishtirib yuboramiz. Minus x plus 4 barobar 3x minus 4 ga va bundan x ning qiymati nimaga teng bo'ladi? Xo'p, aynan 2 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, bunda bizda tepada x ning qiymati parametrik holatda chiqib bo'lgan edi. Ya'ni mana bu yerga e'tiborli bo'lamiz. Parametrik holatda. Endi bizda x ning qiymati, ya'ni kesishgan nuqtadagi x ning qiymati 2 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, ikkalasini birga tenglab yuboramiz. 10 taqsim 3 plus a barobar 2 ga va bundan 3 plusdan a barobar 5 va bundan kelib chiqadiki a ning qiymati 2 degan javobi. Demak, a ning javobi aynan 2 ga teng bo'lar ekan. Demak, oxirgi testimiz tahlili tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xato va kamchiliklarga rozi bo'lib qo'yinglar.